Kechirasiz janob. Janob, bu sizni Bugattingizmi? Ha, meni mashinangizga Bugatti olish imkoniga ega bo'ldingiz. Do'stim, to'xta. Bir daqiqa. Biz dunyodagi eng yirik media kanallardan biriga egamiz. Obunachilarimiz soni 10 millionga yetdi. Siz bilan bir daqiqa suhbatlashsak bo'ladimi? Kim u? Menda bir do'stim bor. Siz undan intervyu olgan bo'lsangiz, intervyu olganmanmi? Ha. Siz tadbirkormisiz? Aynan shunday. Sizning qancha biznesingiz bor? O'tgan yil davomida bir necha biznesim bo'ldi. Sizdan tezkor intervyu olsak bo'ladimi? Albatta. Qaysi biznesingiz sizga eng katta daromad keltiradi? Avtomobil biznesi. Siz avtomobil biznesidamisiz? Ha, men shu sohada ishlayman. Eng ko'p qancha daromad topgansiz? Bir kunda 80 million ishlab topganman. Bir kunda? Men jiddiy gapiryapman. Siz maktabda yaxshi o'qiganmisiz? Maktabda juda yomon o'qiganman. Menda diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromi bor edi. O'sha paytda hech kim buni iste'dod deb bilmasdi. Siz biznes haqida qaysi muhim darsni bera olasiz, lekin bu maktabda o'rgatilmaydi. Bu darsni hayotning o'zi o'rgatadi. Agar sen Elon Muskning raketa uchirishini tinglasang, u har safar nimadir portlatadi, lekin har safar xulosa chiqaradi va o'rganadi. Boshqa tomondan, Boeing esa 5 yil davomida mukammal mahsulot yaratishga harakat qiladi, lekin oxirida u ishlamaydi. Farq nimada? Farq risk qilishdan qo'rqmaslik. 20 yoshdagi yosh tomoshabinlarga qanday eng yaxshi maslahat bera olasiz? Biznesdagi eng muhim qaror turmush o'rtog'ingizni to'g'ri tanlash. Agar u sizni ish faoliyatingizni yoqtirmasa, muammolar bo'ladi. O'zingizga muammo emas, yechim bo'ladigan insonni toping. Soat nechida uyga kelasan degan savol menda yo'q. Bizda buning aksi. Xotiram bizning biznesimizni yaxshi ko'radi. Ba'zida uni ofisdan chiqarishga majbur bo'laman. Sizning yoshingiz nechida? 65 yoshda. Qaysi avlod ko'proq mehnat qiladi? Bizniki yoki sizniki? Ko'ramiz. So'nggi saylovlardan keyin optimist bo'ldim. O'ylaymanki, sizning avlodingiz buyuk ishlarni amalga oshira oladi.